Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun bilganingizdek biz sog'lom yurak va yurakning faoliyati xususida suhbatlashamiz. Bugungi studiyamiz mehmoni esa tibbiyot fanlari nomzodi, oliy toifali kardiolog Rajabov Nurbek Gafurovich bo'ladilar. Nurbek aka, sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Assalomu alaykum. Xushvaqt bo'ling. Kayfiyatlar qanday? Juda ajoyib. Bugungi mavzumiz chindan-da qiziq. Inson salomatligi, qolaversa yurakning faoliyati o'zi. Keling, dastavval o'zi oddiy savollardan boshlasak. Inson organizmida yurakning o'rni qanchalik muhim? Bu shunchaki motormi yoki dvigatelmi? Keling, dastavval shu haqda bir to'liqroq ma'lumot berib o'tsangiz. Yurak organizm uchun bebaho funksiyani bajaradi. Ya'ni qonni haydab berib, barcha a'zolarni qon bilan ta'minlash funksiyasini bajaradi. Albatta bu bilan yurak birinchi o'rinda turadigan yoki falon o'rinda turadigan a'zo deb bo'lmaydi. Barcha a'zolarni o'ziga xos o'z vazifasi mavjud. Jumladan o'pka gazlar almashinuvini ta'minlasa, buyrak organizmdagi keraksiz mahsulotlarni aynan peshob orqali chiqarishni, ichaklar orqali axlatlar, undan tashqari qonning filtrlanishi bu jigarda amalga oshadi va bosh miya ham o'ziga xos o'zining vazifalarini bajaradi. Lekin shuni ham aytish kerakki, yurak o'zidan impuls hosil qilish xususiyati mavjud, ya'ni avtonom impulsdan hosil qiladi va bu degani qaysidir boshqaruv tizimiga bog'liq bo'lmagan holatda ma'lum muddat o'zini o'zi impuls bilan ta'minlab biladi. Shu o'rinda aksariyat tibbiyot xodimlarimiz birinchi o'rinda bosh miya turadi deyishsa, biz kardiologlar yurakni birinchi o'ringa qo'yamiz. Albatta bu gapimdan keyin nevrologlar ta'jubga tushishi aniq. Chunki ularning fikricha bosh miya birinchi eng asosiy funksiyani bajaradigan a'zo sifatida ular qarashsa, biz aynan yurakka bu urg'uni qaratamiz. Shuni esdan chiqarmaslik kerakki, agar yurak ishlamay qolsa, bosh miya ham o'zining faoliyatini bajara olmaydi. Shu uchun agar e'tibor bergan bo'lsangiz, mabodo yurak to'xtab qolgan taqdirda o'pka yurak reanimatsiyasi juda jaddallik bilan boshlanadi. Ya'ni bosh miya uzoq muddat kislorodsiz qolmaslik uchun. Bu degani o'pka yurak reanimatsiyasi bajarilyapti va bu yarim soat yo 1 soat amalga oshiriladigan bo'lsa, miya faoliyati saqlanib turadi. Juda ham zo'r. Demak, yurak bu eng asosiy organizmdagi muhim organlardan biri desak, adashmagan bo'lar ekanmiz. Nurbek aka, keyingi savolimiz, nimaga bugungi kunda yosh avlodda yurak zaifligi ortib boryapti? Oddiygina misol, bugun klinikalarga boradigan bo'lsak, 25-30 yosh orasidagi insonlarda, 20-30 yosh orasidagi insonlarni aynan yurak bilan bog'liq kasalliklar bilan uchratyapmiz. Lekin agarda oldingi davrga e'tibor qaratadigan bo'lsak, yurak bilan bog'liq kasalliklar asosan 55-60 yoshdan keyin uchrardi-da. Nimaga yurak kasalliklari yosharib boryapti? Buni asosiy bir sababi bormi? Albatta bugungi kecha kunduzda yurak qon tomir tizimi bilan bog'liq bo'lgan muammo darhaqiqat ancha yoshargan. To'g'ri aytdingiz. Avvalgi avlod yaxshi eslashadi. Aksariyat kardiologiya bo'limlarida 60-70 yoshli otaxon yo onaxonlarni uchratishardi va yoshlarni deyarli uchratish bo'lmagan. Bugun kasalliklarni yosharishga sabab turmush tarzining o'zgarishi deb bilaman. Chunki sog'lom turmush tarzi bo'lmagandan keyin nafaqat yurak, boshqa bir a'zolarda ham muammolar ko'payyapti. Ya'ni nafaqat yurak kasalliklari yoshargan, aksariyat boshqa a'zolardagi kasalliklar ham xuddi yurak qon tomir tizimi muammosidek yosharib boryapti. Bu o'rinda sog'lom turmush tarzini to'g'ri olib borilishi, jismoniy aktivlikning ko'payishi yoki bugungi kunda eng katta muammomiz bu internet, qo'l telefoni hamda kompyuter. Bu albatta insonning birinchidan vaqtini oladi va juda uzoq muddat passiv harakati, ya'ni kam harakati uchun zamin yaratadi. Va buning natijasida har qanday yosh avlod, har qanday yoshdagi insonlar ham yurak qon tomir tizimi muammosiga moyil bo'lib qolishadi.
Shuning uchun yosh avlodda kuzatilayotgan bu muammolarni bartaraf qilish maqsadida o'zimning shaxsiy fikrim, albatta birinchi navbatda turmush tarzini to'g'rilashga intilish kerak. Aktivlikni oshirish kerak. To'g'ri va tartibli ovqatlanishni o'ziga joriy qilish kerak. Va eng asosiysi uyquni normallashtirish kerak. Uyqu ham o'z vaqtida berilsa va sifatli uyqu ta'minlansa, yurak qon tomir tizimi kasalliklari ancha kamayadi. Bundan tashqari shuni aytishim kerakki, bugun diagnostika jadal rivojlanib boryapti. Ya'ni diagnostika rivojlangandan keyin aksariyat muammolar aniq, to'g'ri va tez tashxislanyapti. Va bu ham o'ziga xos aksariyat yoshlarda kuzatilishi mumkin bo'lgan muammolarni erta aniqlash imkoniyati bo'lgani uchun bizning nazdimizda go'yo kasalliklar yosharayotgandek. Boya uyqu mavzusida so'z ochdingiz. Savol tug'iladi, o'zi sifatli uyqu qanaqa bo'ladi? Bu 8-9 soatlab uxlaganda shuni biz sifatli uyqu deb qabul qilamizmi yoki miriqib 10 daqiqa, yarim soat uxlab turgandagi uyqu sifatlimi va uyquni o'zi yurakka qanaqa ta'siri bor? Qanday kuch beradi uyqu? Shu haqda o'zingiz mavzuni ochdingiz. Uyqu yurak uchun juda ham bebaho va yurakni sog'lom qiladigan ozuqa. Tabiiy ozuqa. Uyqu deganda qabulimda bo'lgan aksariyat bemorlarim, doktor men 10 soat, 8 soatlab 9 soat uxlayman deyishadi. Unda necha soat emas, nechidan nechigacha uxlaysiz deb so'raganimda, kechqurun 2-3 da yotib, ertalab 9-10 da turaman. Shu soat bo'ladi-yu doktor deb ular ham menga kinoya qilib savol berishadi. Bu yerda eng asosiy urg'u beriladigan narsa shundan iboratki, 2-3 kechqurun uxlab ertalab 10 da turish emas. Ertaroq yotib, ertaroq turishga diqqatimizni qaratishimiz kerak. Chunki kechqurun 9-10 dan boshlab organizmdagi melatonin gormoni ajrala boshlaydi va u uyqu sifatini yaxshilash uchun imkon tug'diradi. Bundan tashqari, bosh miyada joylashgan o'sha gipotalamus ham yaxshi sifatli dam olish uchun 1,5 soatlik siklni o'tash kerak. Va bu 1,5 soatlik siklni deyarli 4 va 5 marta o'tash kerak. Bu degani kamida 5,5-6 soat uxlash kerak degani. Va aynan o'sha uyquni o'z vaqtida bersakkina inson tuyib uxlagan hissini olishi mumkin. Kunduzi 10 soatlab uxlagandan ko'ra kechqurun 4-5 soat uxlagan afzalroq. Qandaydir grafik yoki rejasi bor? Masalan, kechki 9 da uxlashni boshlagan yoki uxlagan inson ertalab nechida turish kerak yoki 12 da uxlagan inson nechidir soatda turish kerak degan shunaqa bir grafik bormi? Shaxsiy tajribamdan aytishim mumkin. Endi aksariyat adabiyotlarda 10 da uxlab ertalab 6 da turish yoki 11 da uxlab mana 7 da turish deb berilgan adabiyotlarda, lekin o'zimning tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkin yoki amaliyotimdan kelib tavsiya berishim mumkin. Kechqurun 10:30 da uxlab ertalab 6 da turgan o'sha kungi sifatli kunni o'tishi uchun bundan tashqari bu jarayon uzluksiz davomli davom etadigan bo'lsa, yurakni sog'lom bo'lishi uchun fundament yaratadi. Demak, kechqurun 10:30 dan ertalab 6 gacha bo'lgan uyqu eng afzal uyqu hisoblanadi. Juda ham zo'r. Demak, hozir o'zim o'ylab qoldim. Bizning uyqumiz haqiqatdan-da soatlar bilan ko'p uxlaganda emas, ayniqsa o'sha vaqtida olingan uyqu dozasi eng foydali ekanligini hozir o'zim uchun xulosa qilib oldim. Xo'p, bugungi kunda xalq orasida yana bir shunaqa gaplar yuradi-da. Kasallikni oyog'ida o'tkazib yuboribdi degan gap bor. Yoki bo'lmasa, ko'plab insonlarda uchraydigan infarkt, insult holati. Oyog'ida o'tkazib yuboribdi, bilmay qolibdi, sezmay qolibdi degan gaplarni eshitamiz. Endi savol tug'iladi. Yurakda bo'layotgan o'zgarishlarni qanday qilib inson sezmasligi mumkin? Yurak shu darajada kichik bo'lsa-da belgilar bermaydimi? Ya'ni qanday qilib biz yurakda bo'layotgan ayrim voqea hodisalarni ma'lum bir katta sabab bo'lgandagina his qilamiz? Shunaqa yashirin kasalliklar bormi o'zi? Bergan savolingizni ikkiga bo'lib javob bermoqchiman. Dastlab yurakda bo'ladigan o'zgarishlarni odatda inson seza boshlaydi. Ya'ni
ko'krak qafasida og'riq yoki og'riqning chap qo'lga tarqalishi, ba'zi holatda kurak ostiga tarqalishi, yurganda og'riqning kuchayib borishi yoki hansirash, birinchi, ikkinchi qavatga chiqqandan keyin ko'krak qafasida tomoqqa kelib tiqiladigan og'riqlar, quyishuvchi og'riqlarni bo'lishi bilan sezishi mumkin. Va ba'zi bir kasalliklar tufayli inson xuddi shu yurakda bo'layotgan o'zgarishlarni sezmay qolishi ham mumkin. Va bu diagnostikada, masalan, EKGdan o'tayotganda, eho qilinayotganda yoki ma'lum bir tibbiy tekshiruvlar asosida yurakdagi muammo aniqlanishi mumkin. Shunda shifokor sizda yuragingizda qandaydir muammo bo'lganmi, qanaqadir o'zgarish sezganmisiz, biron bir alomatlarni sezganmisiz deb so'raydi. Va uning ostida infarkt yo yurakda bo'lgan qandaydir epizodlarni o'zi sezmagan holatda o'tkazib yuborgan degan gumonga borishadi. Va bu xalq tilida infarktni oyoqda o'tkazdi degan jumla qolib ketgan. Aslida infarktni oyoqda o'tkazdi degan jumla yo'q. Ya'ni yurakda bo'ladigan qandaydir o'zgarishni sezmay o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Savolingizning ikkinchi qismiga javob beradigan bo'lsam, yurakda o'zi bo'ladigan har qanday o'zgarish bu bugun boshlangan muammoning belgisi emas. Bugun yuragimizda yoki bugun ko'krak qafasimizda kuzatilayotgan og'riq bir necha yil oldin boshlangan kasallikning belgisi hisoblanadi. Shuning uchun yuragim deb kelgan har qanday bemorlarni chuqurroq obdon tekshirishga harakat qilamizki, biron bir muammoni o'tkazib yubormaganmikin deb tekshiramiz. Yurakdagi og'riqlar haqida gap ketdi. Ayrim holatlarda biz o'zi qayerdan bilamiz yuragimiz og'riyotganligini? Ko'krak qafasidagi har qanday og'riq bu yurakdan berilayotgan yurakni signalimi shunda? Ko'krak qafasidagi har qanday og'riq bu aynan yurakka xos bo'lmasligi ham mumkin. Chunki qovurg'alararo nervlarni shamollashi ham yurakka xos bir og'riqlarni, sanchuvchi og'riqlarni berishi mumkin. Bundan tashqari oshqozon bilan bog'liq ba'zi bir kasalliklar ko'krak qafasida yoki qorin sohasida og'riq berishi mumkin. Unda yurakmikin deb gumonga borsa bo'ladi. Bundan tashqari oshqozon osti bezi bilan bog'liq muammolar va qator ko'krak qafasida joylashgan a'zolar bilan bog'liq muammolar ham aynan yurakka xos og'riq berishi mumkin. Ularning bari bu yurakka xos deb gumonga bormaslik kerak. Bariga yakuniy nuqtani qo'yadigan bu kardiologik tekshiruvlar. Menimcha ko'pchilikni haligi qiynayotgan savoliga javob bera oldingiz deb o'ylayman. Sababi ko'p hollarda ko'krak qafasidagi har qanday og'riqni o'zimiz ham his qilsak, yuragimni menimcha mazasi yo'q degan o'ylovga borib qolamizda. Va shunaqa holatlar ham ko'p uchraydi va savollar ko'p yo'llanadi. O'zim sog'lomman, sport bilan shug'ullanaman, hammasi zo'r, lekin ora-orada yuragim o'zidan o'zi sanchib qo'yadi. Shunda qo'rqib qolaman. O'zim yoshman, lekin yuragimda qandaydir og'ir kasallik bormikan, tinchlikmikan deb o'ylab qolaman degan savollar ham yo'llanadi. O'zi nima deysiz? Yurak ora-orada sanchib qo'yishi bu normal holatmi yoki bu qandaydir kasallikni boshlanish alomatimi? O'zi yurak urishini har qanday inson sezmasligi kerak va sezmaydi ham. Ya'ni e'tibor bering, yuragingiz ishlayotganini siz sezmayapsiz. Vaholanki dunyoga kelgan kunimizdan boshlab, ya'ni jon kirgandan boshlab yurak to'xtovsiz ishlab kelyapti. Va bu jarayonni biz umuman sezmaymiz. Va uni sezmasligimiz bu normal, yaxshi bir holat. Ya'ni yurakning sog'lig'idan, ya'ni yurakning sog'lomligidan dalolat beruvchi bir omil. Ba'zi bir holatlarda yuragimda sanchiq yoki noxush sezgi yoki qandaydir charchoq yoki ma'lum bir sezgilarni sezilishi bu yurakda bo'layotgan yoki sal boshqacharoq qilib aytsam, yurakka yoqmayotgan ba'zi bir ishlarning mevasi. Yurakdagi har qanday elementar o'zgarishni sezish bu yurakda qandaydir jarayon kechayotganligidan yoki boshlanganligidan dalolat beradi. Shuni ham to'ldirmoqchimanki, yurakning tili yo'q. U ko'krak qafasida, qovurg'alarning orasida, ikkita o'pkaning oralig'ida joylashgan tilsiz
tinimsiz harakat qilayotgan a'zo. Siz misol qo'lim og'riyapti, oyog'im og'riyapti deb aytishingiz mumkin. Oshqozonda qandaydir o'zgarish bo'lsa, tez javob qaytarish mumkin. Spazm berib, yoqmaydigan ovqatni yegan paytingiz qusib yoki ichaklar bilan bog'liq muammo bo'lsa, diareya kuzatilib, tez javob olishimiz mumkin. Lekin yurak menda falon o'zgarish bo'lyapti deb javob bera olmaydi. Shuning uchun yurak bilan bog'liq har qanday muammoga jiddiyroq qaragan afzalroq. Yuqorida aytdingiz-ku, inson tug'ilibdiki, yurak to'xtovsiz urib kelyapti dedingiz. Shunaqa miflar bor. Bilmadim endi bu qanchalik haqiqat yoki yolg'on, shuni o'zingizdan bilib olamiz. Insonni yuragi ma'lum bir muddat to'xtab dam oladi degan gapni ham eshitganmiz-da. Bu qanchalik o'zi o'rinli va to'g'ri? Bu aytgan gapingiz mif, darhaqiqat, chunki yurak to'xtovsiz ishlaydi. To'g'ri, adabiyotlarda belgilangan, ya'ni yurakning qisqarib kengayishi oralig'idagi bo'lgan millisekund vaqt oralig'ida u qisman dam olishi mumkin. Ya'ni tasavvur qiling, yurak qisqarib, qonni haydagandan keyin qaytib kengayib, o'ziga qonni qabul qilish oralig'idagi qisqa doli millisekund oralig'ida dam oladi. Va shu dam olish yurak uchun yetarli asli. Ya'ni yurak to'xtab, dam olib, yana ishlab ketadigan a'zo emas. U qo'lingiz bo'lsa, ko'tarayotgan yukingizni yerga qo'yib turib, ozgina dam olib, ikkinchi qo'lingiz bilan ko'tarib ketsangiz. Yurakda bunaqa xususiyat yo'q. Tekshiruv jarayonida xuddi shunaqa muammolarni aniqlab qolsak, ya'ni pauzalar bo'lsa yoki yurakdagi aritmiyalarni sezsak, bu yurakda bo'layotgan muammoligidan dalolat beradi va biz unga patologiya sifatida yondashib, patologiya sifatida qarab, uni davolashga yoki uning asl sababi nima ekanligiga diqqatimizni qaratamiz. Aniq valyonda javob beradigan bo'lsam, yurak to'xtovsiz, dam olishsiz ishlaydigan a'zo. Keyingi savolimiz, o'zi sog'lom insonning yuragi bir daqiqada necha marotaba urishi kerak? Chunki aksar insonlar mana qon bosimi ko'tarilishidan shikoyat qilishganda so'rashadi-ku, o'zi nechida yurasiz? Qon bosimingiz, yurak urishingiz necha deyishganda, bilmasam, hech e'tibor qilmaganman yoki o'sha raqamlarni aytishadi. O'zi sog'lom insonning yuragi bir daqiqada qancha urishi kerak? Sog'lom yurak 60 tadan 80 va 90 tagacha urish kerak. Ya'ni 60 tadan kam urmasligi kerak va 90 tadan ko'p urmasligi kerak. Lekin shuni ham aytish kerak, sportsmenlarda yurak sekin urishi bu tabiiy. Ya'ni 50-55 tagacha ham urish mumkin. Hozir bir daqiqada 80-90 120 ta urish kerak, shunaqa? Bir daqiqadami shunda? Bir daqiqada 60 tadan 90 tagacha urish kerak va bu 60-90 bu nisbiy ko'rsatkich. Kimdadir 70 bo'lishi mumkin, 75, 72, 68. 60 dan past ursa, sekin ursa, yurak sekin uryapti degan gumonga boramiz. Lekin sportsmenlarda, sport bilan shug'ullanuvchi, og'ir jismoniy ish bilan doimiy shug'ullanuvchi insonlarda 50 va 55 tagacha urishi mumkin va biz bu holatda ham norma deb qaraymiz. Sabab? Sabab sport bilan shug'ullanganda, jismoniy harakat bilan adaptatsiya bo'lgan insonlarda yurak tabiatan sekin ura boshlaydi. Bu salomatlik uchun Foydali. 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 Qanaqasiga yurak sekin urib, yurak qancha sekin ishlasa, dam olib, nisbatan ko'proq dam olib ishlaydi. Ya'ni boya aytganimdek, uning qisqarib kengayish oralig'idagi millisekundlar ozgina oshadi. Va shuning hisobidan yurak sekin ishlaydi. Va shuning hisobidan shunday hatto jumlalar borki, sportsmenlarda yuragi sekin uradigan insonlarda umr uzayadi. Qoyil. Bu ma'lumot menimcha ko'pchilik uchun yangilik bo'ldi. Agar yurak 90 tadan ko'p uradigan bo'lsa, bu tibbiy tilda taxikardiya deyiladi va ko'proq ayollarga, qizlarga, yosh bolalarga xos bo'lgan holat. Va bu holat ham qisman normal hisoblanadi, chunki o'zi bolalar va ayollar taxikardiyaga moyil hisoblanishadi. Lekin uni ham ko'rsatkichi nisbiy, ya'ni 90 zarbadan oshmasligi kerak. Ya'ni doimiy yurak 100 ta uradigan inson bo'lsa, bu normal emas. Unga ham qandaydir muammo bor yo yo'qligini qidirib tahlil qilish kerak. Inson yurakni
qaytadan remont qilish uchun deylik, qaytadan yaxshilash uchun qachondan harakatni boshlash kerak o'zi? Masalan, ilgarilari aynan 50 yoshdan keyin yurak bilan bog'liq holatlarga tayyorgarlik ko'rilardi-da. Ma'lum bir o'sha vitaminlar yoki sport mashg'ulotlari yoki bo'lmasam qandaydir dorilar iste'mol qilinardi yurakni sog'lomlashtirish uchun. Bugun esa yurakni sog'lom qilish uchun necha yoshdan harakatni boshlash kerak o'zi? Shu videoni ko'rgan zahoti boshlash kerak desam to'g'ri bo'ladi. Chunki yurak to'g'risida ma'lumotni bilganingizdan keyin uni avaylab asrash to'g'risida albatta fikr har qanday insonda paydo bo'ladi va shu kunning o'zidan boshlaganingiz afzal. Aynan yosh to'g'risida aytadigan bo'lsak, imkon qadar bolani yoshligidan uning organizmi uchun nima foydali, nima zararli uni o'rgatib borish kerak. Demak, yosh farzandimizga o'rgata boshlaganimiz afzal. Mana shu ishlarni qilsangiz, yuragingiz, asabingiz, sog'lig'ingizga zararli ta'sir qiladi. Bu ijobiy ishlarni qilsangiz, sog'lig'ingiz, organizmingiz, yuragingiz uchun ijobiy ishlaydi. Endi bu ma'lumotlarni bilmay qolgan yoki o'tkazib yuborgan bo'lsa, bugun yurak to'g'risida ma'lumotga ega bo'lgan zahoti yurakni sog'lomlashtirishga intilish kerak. Xo'p, ularni qanday qilish mumkin? Eng yaxshisi sog'lom turmush tarziga amal qilish. Ya'ni to'g'ri va tartibli ovqatlanish birinchisi. Ikkinchisi jismoniy harakatni ko'paytirish. Uning ichiga sport bilan shug'ullanish, ertalabki badan tarbiya, bundan tashqari 10 ming qadam yurish kiradi. Stress omillaridan qochish. Bugungi kunimizning eng katta muammosi bu stress. U yoshlarda ham kuzatilyapti, yoshi katta insonlarda ham kuzatilyapti. Hatto oddiy stressdan qochish yurakka xos bo'lgan muammolarni 2 barabardan 8 barabargacha kamaytirish mumkin. To'rtinchisi sifatli uyquni ta'minlab berish. Bu haqida biz gaplashdik. Va eng asosiysi, haqiqatdan ham yurakda muammo bor yo yo'qligini bilmoqchi bo'lsak, 1 yilda bir marta kamida kardio check-updan o'tish kerak. Umumiy qilib javob beradigan bo'lsam, aynan 50 yoshga to'lsam keyin yuragimni sog'lom qila boshlayman deb 50 yoshni kutish shart emas. Bugungi ma'ruzamizni, bugungi suhbatimizni 20 yoshli o'smirin yigit yoki yosh qiz ko'rayotgan bo'lsa, nimagaki bugun u yuragida sog'lom bo'lishi uchun boshlamaslik kerak. Yuqorida 10 ming qadam yurish haqida gap yuritdingiz. Bir narsaga hayron qolaman. 10 ming qadam yurish muhimmi yoki yurakni ma'lum bir pulsda, ya'ni ma'lum bir ritmgacha olib chiqib, o'sha tempda, o'sha tezlikda yurish muhimmi yurakni sog'lom bo'lishi uchun? Chunki bugun ko'pchilik bilan ko'rishganda yoki muloqotda 10 ming qadam yuribmiz-da. Haligi ko'cha-ko'yda qayerdan kelyapsan deyilsa, yurib kelyapman. Shunchaki yurishni o'zi foydasi bormi yoki yurishni ham yurakni sog'lom bo'lishi uchun ma'lum bir qonun qoidasi bormi? Umuman yurmagandan ko'ra yoki uyda yotib dam olgandan ko'ra o'sha 10 ming qadam yurib kelgani afzalroq. To'g'ri, 10 ming qadam yurish bu nisbiy raqamlar. Chunki 10 ming qadam yurish to'g'risida Yaponiyada tadqiqotlar olib borilgan va bu tadqiqotlar o'zini shuni isbotladiki, darhaqiqat inson yuragi sog'lom bo'lishi uchun ma'lum bir qadamlarda yurgani afzal. Uni to'ldirib shuni aytishim mumkinki, yurganda shunchaki yayov yurish emas, aktiv harakat qilib yurgan foydaliroq. Ya'ni qo'llarni harakat qilib yoki qadamlarni sal tezlashtirgan holatda yoki yengil terlaydigan darajada yurish, bu aynan nafaqat 10 ming qadam yurish, balki yurak uchun foydaliroq xususiyatga ega bo'lgan yurish sifatida qaraladi. Ya'ni agar sog'lom bo'laman desangiz, 10 ming qadam yuraman desangiz, aktivroq yurganingiz afzalroq. Doktor, mana yuqorida siz sport bilan shug'ullanish yoki bo'lmasam yurakni sog'lomlashtirish uchun bo'lgan shunaqa bir tavsiyalarni aytib o'tdingiz. Menimcha ko'plab bizni kuzatayotganlar hamma birdek yuragi sog'lom bo'lishini xohlaydi va men hozir sizdan xohlardimki, shunaqa bir mahsulot ayting, uni iste'mol qilib yurganimizda foydali bo'lsin. Lekin u dori bo'lmasin.
uni o'zimiz bilan olib yuraylik, ixcham bo'lsin. Kun davomida 1-2 iste'mol qilganimizda o'sha yurakni sog'lom bo'lishida o'rni katta bo'lsin. Shunaqa bir tabiiy mahsulot bormi o'zi? Kundalik hayotda olib iste'mol qilib yuramiz, yuragimiz sog'lom bo'ladi. Eng asosiysi hamyonbop bo'lsin, qimmat bo'lmasin. Shunaqa bir mahsulot bormi? Tavsiya qila olasizmi? Albatta tavsiya qilib bilaman. Qabulimda bo'ladigan bir bemorning bergan savolini berib qo'ydingiz. Odatda qabulimga kirgan har qanday bemor har gal shu bitta sehrli tayoqchani qidiradi. Xuddi shu savolni berib qo'ydingiz. Mayli, uni dastlab umumiy qilib javob beraman va savolingizga aniq javob beraman. Umumiy yurak uchun eng foydali mahsulotlar bu bitta emas. Juda ko'p. Jumladan hozir to'g'ri, hamma o'ylashi mumkin, quritilgan o'rik bu yurakka foydali. To'g'ri, uning foydali xususiyati mikroelementlarga boyligi hisobidan o'sha organizm uchun, yurak uchun kaliy, magniy balansi zo'rligi uchun iste'mol qilish afzal. Lekin undan tashqari zaytun moyi hamda zaytunning mevasi, yaxshi sifatli qora shokolad, yaxshi donador qahva apparatida tayyorlangan qahva sifatlisi. Bundan tashqari avokado mevasi. Bundan tashqari yengil hazm bo'ladigan taomlarni iste'mol qilish, sabzavotlarni ko'proq iste'mol qilish bu yurak uchun ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu umumiy ma'lumotlar. Aynan hamyonbop, qulay, hattoki o'z bilan olib yurishingiz mumkin bo'lgan mahsulot albatta bu quritilgan o'rik. Chunki quritilgan o'rik deganda biz quritilgan o'rik deb oddiy aytaveramiz. Va bu narsa xalqimizda oddiylashgandan hatto uni nazarga ilishmaydi. Aksariyat xorijiy davlatlarda u aptekalarda dori sifatida ham sotiladi. Bu haqida menimcha o'zingiz ham eshitgan bo'lishingiz mumkin va bunaqa ma'lumotlarni aksariyat bemorlarimiz odatda aytishadi. Falon davlatga borsam, yuragim desam, menga quritilgan o'rikni chiqarib beryapti deb sotyapti. Bizda u qadri yo'q. Shu uchun quritilgan o'rik iste'mol qiling desak, aksariyat bemorlar juda oddiy, yengil qarashadi. Uni darhaqiqat zo'r xususiyatga ega ekanligiga unchalik urg'u berishmaydi. Menimcha endi bu videodan keyin ko'pchilik haligi yurtdoshlarimiz quritilgan o'rikni savdosi zo'r bo'ladi demoqchimisiz? Savdosi oshadi. Xo'p, endi qarang, shunaqa bir mahsulot aytdingiz, zo'r. Demak, o'rik olib yurishimiz kerak. Va endi shunday bir odatni yoki shunday bir harakatni deymizmi, shunday bir odatni bizga o'rgatingki, tavsiya qilingki, ko'p vaqtimizni olmasin. Kunida 5-10 daqiqa vaqt sarflaylik. Lekin yurak uchun 80-90% foydali odat bo'lsin bu. Bugungi suhbatimiz men uchun o'sha bemorlarimni beradigan savollarni eslatyapti. O'zi suhbatning asosiy ma'nosi ham shunaqa. Xuddi shu aksariyat bemorlarim mana shunaqa oddiy, eng zo'r rus tilida aytadi-yu, dostupniy yo'llarni ayting deyshadi. Yurak uchun eng zo'r mashg'ulot bu albatta doimiy aktiv harakat. Aktiv harakatni dam olish rejimi bilan bog'laganda qanchalik ishlasangiz, shunga loyiq organizmni damini berish kerak. Ya'ni qanchalik jismoniy zo'r ishlamang, albatta shunga loyiq to'g'ri proporsional holatda dam berish kerak. Ya'ni qanchalik jismoniy ishlamangki, shunga loyiq uyquni ham berish kerak degani. Yoki dam olish berish kerak degani. Lekin shuni ham ta'kidlamoqchimanki, yurak uchun eng ijobiy, zo'r ta'sir qiladigan narsa bu doimiy aktiv harakat. Chunki doimiy aktiv harakat bu qon oqimini yaxshilaydi. Qon aylanishini yaxshilaydi. Yurakni bir maromda yumshoq ishlab turishini ta'minlaydi. Bundan tashqari, hattoki yegan ovqatimizni hazmini ham yengillashtiradi. Navbatdagi savolim doktor, endi shunday tahlillar haqida ma'lumot beringki, bu yurakda kechayotgan muammolarni, kasalliklarni oldindan aniqlab berishga yordam bersin. Faqat EKG, umumiy qon tahlili, ya'ni hamma biladigan bu tahlillarni, analizlardan boshqa zamonaviylari bormi shunaqalari? Albatta, bugungi kecha kunduzda kardiologiya juda jadallik bilan rivojlanyapti. Yurak kasalliklarini erta aniqlash uchun
prognostik tahlillar mavjud. To'g'ri savol berdingiz. Demak, qon tahlillaridan gomosistinni tekshirish qon tarkibidagi, ACE reaktiv belokni, ACE reaktiv oqsilni tekshirish, lipoprotein A'ni tahlil qilib ko'rish, glikirlangan gemoglobinni, glomerulyar filtratsiya tezligini aniqlovchi skoroсть клубочковой filtratsiya parametrlarini aniqlash, bundan tashqari qon tarkibidagi albuminlarni ko'rish va ularning natijasi yurakda bo'lishi mumkin bo'lgan jarayonlardan prognostik tahlil qilish imkonini beradi. Hatto yurakda yetishmovchilik boshlangan yo yo'qligini bilish maqsadida natriy uretik peptidni ham aniqlash bu prognostik tahlillardan biri hisoblanadi. Demak, bugungi kecha kunduzda umumiy qon hamda EKG tekshiruvlardan tashqari yuqorida sanagan tahlillarni ko'rish, tekshirish yurakda bo'lishi mumkin bo'lgan muammoni ertaroq aniqlash imkonini beradi. Va navbatdagi savolimiz ham anchagina aktual. Bugun yoshlar, nafaqat yoshlar, ko'pchilik orasida energetik ichimliklarga bo'lgan talab anchagina ortib bormoqda, ayniqsa issiq mavsumda. Energetik ichimliklar o'zi inson salomatligi uchun zararligini bilamiz. Lekin yurakka bu energetik ichimliklar qanchalik ta'sir qiladi? Energetik ichimliklar bu bugungi kecha kunduzda zararli odatlarning yangi bir ko'rinishi. Oldin biz kardiologlar yoki ustozlarimiz anamniz yig'ish chog'ida spirtli ichimlik iste'mol qilasizmi yoki sigaret chekasizmi, nosvoy chekasizmi deb savol berishgan. Bugun biz energetik ichimliklar iste'mol qilasizmi deb ham qo'shimcha savollarni berishga majburmiz. Chunki bu oddiy kichkina bir bankada joylashgan mahsulot yurak uchun juda ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Va mutaxassis sifatida umuman bir tomchi energetik ichmaslikni tavsiya beraman. Yurakka to'g'ridan-to'g'ri salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki uning tarkibida yurakni tez urishiga sababchi bo'ladigan o'sha adrenalin, kofein, shakar miqdori juda ham ko'p. Hatto bir banka energetik oddiy bir baklashka koladan ham ko'proq salbiy ta'sir ko'rsatish xususiyatiga ega. Umuman olganda bularni mahsulot sifatida ham men ko'rmayman. Ya'ni ichiladigan mahsulot emas. Undan ko'ra bir stakan tuyib zilol suvdan ichganiz afzalroq. Tushunarli. Yuqorida ta'kidlaganimdek, bir necha yillar davomida shu sohada faoliyat olib boryapsiz va men aminman, nafaqat yurak sohasiga qiziquvchi, yurak bilan bog'liq muammosi bor insonlar kuzatyapti. Balki sizni yo'nalishingizni, sizni kasbingizni tanlayotgan yoshlar ham kuzatishyapti. Yosh kardiologlarga qanday tavsiya bergan bo'lardingiz? Kardiolog bo'lib yetishish ko'p holatda oddiy, yengil kasb sifatida qaralishi mumkin yoki tibbiyot ichida o'sha kardioxirurgiya, xirurgiya yoki boshqa bir murakkabroq xususiyatga ega bo'lgan yo'nalishlar ichida kardiologiya sohasi yengilroq qaralishi mumkin, lekin kardiolog bo'laman deb astoydil niyat qilgan yosh kardiologlarga tinimsiz ravishda faqat va faqat o'qishni tavsiya beraman. Nimani o'qishni? Anatomiya, fiziologiya, patologik anatomiya, bundan tashqari EKG asoslari va kardiologiyaga tegishli har qanday ma'lumot bo'lsa, har qanday maqolalar bo'lsa, o'qishni, tinimsiz o'z ustida ishlashni va eng asosiysi praktika qilishni tavsiya beraman. Juda ham zo'r bugungi ma'lumotlar barcha uchun birdek foydali bo'ldi degan umiddamiz. Hurmatli tomoshabinlarimiz, bugungi ma'lumotlar sizga manzur kelgan bo'lsa, albatta biz bundan xursandmiz. Kanalga obuna bo'ling. Izohda yurak bilan bog'liq qiziqarli savollaringiz yoki o'zingizning salomatligingizga oid savollar bo'ladigan bo'lsa, bajonidil yozib yuborishingiz mumkin bo'ladi. Bizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib, yaqinlarga uzating va doimiy tarzda kuzatib boring. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.